Soddaligim sabab ko'p aldanganman. Aziza Abdullayeva hayotidagi eng og'riqli haqiqatni aytdi. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Vayner va stand-up komik aktrisa Aziza Abdullayeva san'atga qanday kirib kelgani, oilaviy munosabatlari va kelajakdagi maqsadlari haqida o'zimizning gap loyihasida so'zlab berdi. Har bir inson egallagan kasbida yuqori cho'qqilarga erishishni xohlaydi. Xuddi shunday men ham kichkinaligimdan san'atga qiziqib katta bo'lganman. Yoshligimda sahnalarda insonlarning kayfiyatini ko'tarib, kuldirish vazifamdek tuyulardi. Asli Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidanman. Rahmatli dadajonim ham yomorga boy inson bo'lgan. Ular bilan bo'lgan suhbatlarimiz ham hazilga boy bo'lar edi. Shuning uchun keyinchalik estrada, sirk kollejida o'qiganman. U yerdagi ustozlarim ham menda yumor kuchli ekanini aytishib, ko'proq kitoblar o'qib, o'z ustimda ishlashim haqida maslahatlar berishardi. Aktrisa 15-16 yoshlaridanoq radio va televideniyada ko'rina boshlaganini, biroq kollejni tugatganidan so'ng o'z viloyatiga qaytib ketgani haqida quyidagicha so'zlaydi. Kollejda o'qib yurgan kezlarim ko'p marta O'zbekiston telekompaniyasida o'smir studiyasi bo'lar edi. Ustozimiz rahmatli Vohidjon Do'stmuhammedov bizni o'sha yerga olib borib turardi. Yana yoshlar ovozi degan ko'rsatuvlar ham bo'lardi. Faqat kollejni tugatganimdan so'ng oilada yolg'iz farzand bo'lganim uchun onam Samarqandga qaytishimni aytganlar. Turmushga chiqib farzandli bo'lganimdan so'ng bolalarimni bag'rimga olib yana Toshkentga keldim. Chunki san'atga bo'lgan qiziqishim ustun kelgandi. Oliy ta'limning san'at yo'nalishida sirtdan o'qiy boshladim. Xususiy kanallarning birida namoyish etilgan Dugonalar shousining muxlisi edim. Shu sabab o'shanda Indira Miftaxovaga meni sinab ko'rib, ko'rsatuvga olishini so'rab yozganman. U mayli deb chaqirgan. So'ng ko'rsatuv jamoasiga qo'shilganman. Indiradan yumor bo'yicha juda ko'p narsalarni o'rganganman. Shundan so'ng u bilan birga ertalabgacha mehnat qilib, ssenariy yozib chiqqan kunlarimiz bo'ldi. Biroz o'tib jamoamizga Shahboz Sattorov, Islom Karimov, Ozod Shukrullayevlar qo'shilishdi. So'ng ular bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlar uchun oilaviy seriallar olganmiz. Davralarda sahnalarda chiqishlar qilib turaman, lekin hali Hojiboy Tojiboyev, Avaz Oxunlar singari yakkaxon konsertlar bermadim. Yoki stand-up komik sifatida Mirshakar Fayzullayev, Ozod Shukrullayev, Indira Miftaxovalardek darajaga yetmadim. Mana shu insonlar kabi katta saroylarda yakkaxon konsertlarimni berishni maqsad qilganman, deydi Aziza. Avvallari soddaligim sabab ko'p aldanganman. Balki sodda ko'rinarman, lekin hozir ichki himoyam kuchli. 1-2 yil ichida ancha ulg'aydim va menda himoya immuniteti paydo bo'ldi. Avvallari xafalashib qolgan 2 dugonani yarashtirib qo'yaman deb o'rtada yomonga chiqqan vaqtlarim bo'lgan. Yig'ib yurgan pullarimni kimlardir bolam kasal yoki shunga o'xshash sabablar aytsa, berib so'ng ololmay aldanib qolganman. Mazza qilib qayta aldanganman. 2 nafar farzandning onasiman. Bosh farzandim qizim Laziza, o'g'lim Samirbek kichigi. Farzandlarimga ko'p vaqt ajratmaganman. Onam ko'proq ularga qaragan. Shu masalada o'zimni ozgina ayblayman, lekin endi ular bilan ko'proq bo'lishga harakat qilyapman. Farzandlarimning otasi bilan oilaviy munosabatda emasman. Hech bir oilaviy nizolar yoki qandaydir kelishuv bo'lmagan. Hech qanday tortishuvlarsiz chiroyli xayrlashganmiz. Bolalarim uchun u insonni hurmat qilaman. Men u odamni boshida ijod qilishimga ruxsat bergani uchun tanlagan edim. Chunki mendan avval turmushga chiqqan dugonalarimni kuzatardim. Ko'plari har bir ishini so'rab qilardi. Keyinchalik bu qoldi. Bugungi kunda bolalarimni hozir o'zim katta qilyapman. Shunday bo'lsa ham u inson bilan salomaligimiz bor. Bayramlarda tabriklab, yo'qlab turishadi.
deydi Aziza Abdullayeva. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang.